Hi guys, распаковка chek. Amerikada $157 nimalar olsa bo'ladi? Yuringlar birga ko'rib chiqamiz. Birinchi olgan narsamiz Carnation body wash oldik. Menga sovundan ko'ra Gigenia tomonidan shunaqa body wash egalar yoqadi ko'proq. Bu Kirkland firmasiniki, korobkada 2 dona bo'ladi. Buni narxi $9.99, ya'ni $10 ga shunaqa ikkita chiroyli upakovkali body wash olsanglar bo'ladi. Buni hidi shunaqangi sveji sizlarga tushuntirib bera olmayman. Limonni siqsalar qanaqa hid chiqaradi, ana shunaqa hid juda ham zo'r. Yuvinganda ishlatsalar sveji hid kelib turadi. Juda ham zo'r hidi. Shirin hid yaxshi ko'radiganlarga bu tushmaydi. Meni shaxsiy fikrim, menga juda ham yoqdi. Farzandlarimga tvork berib ko'rmoqchiman. Shunaqa katta idishda tvork olib, buni ichiga sir qo'shilgan, o'zi yozib qo'yganim. 14 gramm proteini bor ichida, sigir sutidan tayyorlangan. Buni narxi $6.99. $7 ga shunaqa upakovkali tvork olsanglar bo'ladi. Koskoga tuksiz shaftolilar kelgan ekan, sveji ekan, sразу oldik. Hali uncha yaxshi pishmagan, turib pishadi. Qaranglar, sizlarga ochib ko'rsataman. Hali ozgina qattiq. Buni narxi $6.99, ya'ni $7 ga shuncha shaftoli olasizlar. Har doimgidek Honey Crisp'dan olmalar oldik, o'rtacha shirinlikda. Har nordani achchig'i bor, bizga shunisi yoqadi. Har doim shuni olamiz. Buni narxi $8.29. Ichida 9 ta dona olma bor ekan. Bir shoda bananni $1.49 oldik. Uyda banan bor edi, shuning uchun xomrog'ini oldik, turib pishadi baribir. $4.29 ga 6 dona apelsin oldik. Bu oddiy apelsin emas, ichi pushti rangli apelsin. Oldin yeb ko'rmaganmiz, birinchi marta olishim, ta'mini bilmayman, shuning uchun ayta olmayman. Shunaqa uzun bodring ko'rganmisizlar? 2 qarishli bodringni 3 ta donasi $6.99, ya'ni $7. Bodring pomidorsiz bo'lmaydi deb oldiga pomidorchalar ham oldik. Shu ko'rib turgan bir korobka pomidorlaring $6.89. Yana bulg'or qalampircha oldik, qizil bilan sariq. Buni ichida donagi yo'q, bir dona ham donasi bo'lmaydi. Bemalolga olib siqsanglar bo'ladi, dona yo'qligi uchun achchiq bo'lib qolmaydi. Ismaloq olmasam bo'lmasdi, rilslarimda tinimsiz chuqurda so'qoq somsa, ko'kdan somsa chiqurgani uchun albatta ismaloq ham olib keldim somsa pishirish uchun. Buni narxi $4.79. Amerikada sariq savz yo'q, faqat shunaqa ingichka savzlar bor, hech katta savz ko'rmadim. Buni narxi $5.49. Organik perprava oldik salatlarga, ovqatlarga. Sabzavotlardan bo'lgan, ko'rib turibsizlar, ichida har xil sabzavot bor. Shugina narxi $8.49 organik bo'lgani uchun. 1 gallon sut oldik. Buni narxi $2.59. Farzandlarimga ichkizib ko'rmoqchiman. Allergiya bervordi. Maslahat beringlar, qanday qilib ichkisa bo'ladi. Yog' oldik. Koskoda donalab sotmagani uchun 2 ta oldik. Bu yerda simichka yog'i yo'q, sabzavotlardan bo'lgan yog'lar bor. Narxi $1.99, ya'ni $12 ga shunaqa 2 ta upakovkada yog' olsanglar bo'ladi. Bizda bari yog' g'amlab qo'yganimda qaranglar, yana uyda yog' bor ekan. 2 fleka tuxum $9.19. Bu organik tuxum emas, pishiriqlab pishirishga bo'ladi. O'zbekistonda donasi nechta tuxumlarda? Yozinglar. 2 qop sweet onions oldik. Buni narxi $6.49. Bunda ikkalasi $13 bo'ldi. Kartoshkadan yellow potato olamiz. Shirin kartoshka, qora kartoshka har xili bor. Biz faqat shunisini olamiz. 2 qop olgandik, $4.99 dan ikkalasi $10 bo'ladi. Kameraga yaqin ko'rsatishimni qaranglar. Farzandlarimizga bir korobka влажный salfetka oldik. Buni ichida 6 ta dona pachkada влажный salfetka bo'ladi. Narxi bo'lsa $20. Hech qanaqa allergiya chaqirmaydi. Ichiga spirtli narsalar qo'shilmagan. Kirkland firmasi bo'lgani uchun arzon. Haggies firmasi qimmat bo'lgani uchun shundan olamiz. Sizlarga bo'lsa bari raspakofkamiz tegadi.